Dersimizi davamlaştırmaz hürmetli vatandaş. Endiki mavzu mındak. Amerika, Yaponiya ortak bayanat ilan kıldı. Tayvan boğuzu işki xat, Tayvan boğuzu Xayşa, Xitayçı Xayşa degan işki xat bayanatga kirgizildi. Mutaxassislar mundaq dedi. Yaponiya uchun aytganda intayin muhim bir qadam. Mavzuda xabar uchun ayning 18-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Amerika, Yaponiya diplomatlari haftaning 2-kuni boshlagan ishga qo'shilgan suhbat Jungoning xalqaro tartibga xiloflik qilganligi, bu rayonda aybi ko'rsatib harakat qilayotganligi to'g'risida diqqat qilish, hatto Tayvan bo'g'ozi vaziyatiga aloqador so'z iboralarning bayonotga kirgizilganligi to'g'risida mutaxassislar mundaq deyishdi. Bu ish azaldan Tayvanni sezgir mavzu deb qarab kelayotgan Yaponiya uchun aytganda intayin muhim bir qadam deyishdi. Bu Jungoning Tayvanga besim ishlatishiga Amerika bilan Yaponiya ittifoqining qanday muomala qilishini oshkorlab berdi. Mesela Jungo Tayvanga besim ishlatyapti-da, bu besim ishlatish qarta Amerika bilan Yaponiya ittifoqi qanday muomala qiladi? Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken, davlat mudofaa ministri Austin haftaning 2-kuni, ya'ni 3-oyning 16-kuni Tokioda Yaponiya tashqi ishlar vaziri Mao Minchong, mudofaa vaziri An Shinfu ishga qo'shilgan suhbat o'tkazdi. Ikki taraf o'zaro ittifoqdoshlik munosabatini tan oldi. Hamda Jungoning rayonda bir qator xalqaro tartiblarga xiloflik qilgan harakatlar hamda demokratiya, kishilik huquqni bostirishga diqqat qildi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken haftaning 3-kuni ishga qo'shilgan suhbat oxirlashgandan keyin Yaponiya Fushi televiziya stansiyasining maxsus ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Yaponiya yaqindan beri Jungoning harakatlaridan qattiq ansirab keldi. Ichki jihati orqa-orqadan bostirib, tashqi jihati hayva qilib kelishga boshladi. Jungo kompartiyasi jumladan Senkaku taqim orollari, Janubiy Jungo dengizi, Hong Kong, Tayvan, u yerlar biz ikki davlat, ya'ni Amerika, Jungo diqqat qiladigan yerlar. Balki men mundaq hisoblayman dedi. U, ya'ni mushu rayonda tinchlik, muqimlikni qadrlaydigan barliq kishilar diqqat qiladigan masalalar, yuqorqi masalalar. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Men bu fursat bo'lganda Alyask shtati Anchorage shahrida Jungoning o'xshash darajalik amaldorlari bilan ko'rishganda biz diqqat qilayotgan masalalarni bevosita o'tirib qo'yman. O mundaq dedi, men buni bir fursat deb bilaman. Amerika nimaga diqqat qiladi? Ular bilishi lozim. Ya'ni Jungoliklar bilishi lozim. Eng muhimi bizning suhbatlashish fursatimiz bo'lganligidir. Bevosita so'zlashib bo'lib o'xshash darajalik bu amaldorlarga bizning ochiq so'zlashganlarimiz bilan maxfiy so'zlashganlarimizdan hech qanday farqi yo'qligini bildirish yoki bildirib qo'yish. Jungo hukumati Amerika Yaponiyaning ishga qo'shilgan suhbatida Jungoning xalqaro tartiblarga xiloflik qilganligini ko'p qatim ayblaganligiga qattiq norozi bo'ldi va qattiq qarishtirganligini bildirdi. Bayonotchi Jolijan hatta eg'iz buzib mundaq dedi. Ya'ni Amerika Yaponiya hozir
Eğiz burun yalışıp degan turoqliq iborani ishlatib, Amerika Yaponiya ishki davlatning birlashim bayonotida Jongoga qaratgan bir qancha harakatlariga ko'ngil bo'ladiganligini bildirdi. Jongo Tashqi ishlar ministrligi Javlijan bayonotchi. Haftaning 3-chi kuni Javlijan muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi: Tayvan, Hong Kong, Uyg'uriston qachetishlik masalalarning hammasi Jongoning ishki ishi. Her qandaq chet elning bu ishlarga, ishki ishlarga aralashishiga ruxsat qilinmaydi. Demak, bu masala suhbatda o'tirib qo'yildi. Shuning uchun Javlijan sakrab chiqib bayonot e'lon qildi degan.